Hatta uzurmasam bilan endi o'rtoq bo'la olmayman. Nimaga jinnimisan? Chunki men o'zingga karsga o'xshagan dugona topdim. Anasiyo! Kim aynatibdi buni? Saramyon yoqtirmasding-ku? Karslarga o'xshashim kerak, ular yeydi-ku. Sen daramni ko'rmasding-ku? Koreyaga borganimda qaysi daramani yaxshi ko'rasan deb so'rab qolishsa nima deyman? Shuni yeb yuzingga narsa toshib ketdi, yemagin. Karslar shunaqa hayot kechiradi, o'rganishim kerak. O'z darama ko'rib yuzim ham karslarga o'xshab ketadi, qara. Oy, dastur qo'shganmiz, suv ushmasin-kim? Karis! Jinnisan, o'zingni bos. Karis mana! Chinchiyapti-da, karismisiz? Oy, qardasmi, qozoqmi qo'y? Nima maqsadda kredit olasiz? 20-da Abu Dabida BTS konserti ekan, o'shanga tushmoqchiman. Keyin qanaqa to'lamoqchisiz pulni? Ma'lum ishi bor, uy sotib olamiz. 내 이름은 제보예요. Ne idimin chimiyo? O'rtoq, balki kerak emasdir shu Koreya. Mani karslarimga til tekkizma. Kontaktlarimni karscha qildim, chexolimni karscha qildim, aboyimni karscha qildim. Yana nimani karscha qilsam ekan? Instagramimni qilaman. Bo'pti, ketdim. Voy, bu nima kiyim? Toming ketganmi, qizim? Tashiningdan shoshigiyo. So'qdi. So'kmadi. Nima bo'ldi? Viza berishmadi. Bo'ldi. Men endi Turkiyaga ketaman. Men o'zi turk qiziman. Merhaba, günaydın. Senden sadece dikkat istedim. İstedim. Oppan Gangnam Style.